Mening ismim Chunyan. Men 21 yoshdaman. Bu 21 yil juda zerikarli o'tdi. Qolgan umrim ham zerikarli bo'ladi deb o'ylagandim. Ba'zilar juda aqlli advokat. Ba'zilar tadbirkorligini rivojlantirishga harakat qilyapti. Ba'zilar sevganiga turmushga chiqishyapti. Ba'zilar esa farzandini juda yaxshi ko'radi. Men esa o'zimni g'aroyib qobiliyatim borligini bilib qoldim. Bu qobiliyat esa har hafta kuchayib boryapti. Sotib olasanmi yoki qarab turaverasanmi? O'zingiz agar o'lib qolsa arzonroq bo'ladi dedingiz-ku. Ahmoqmisan? O'zidan o'zi o'lib qolmasa kerak. 5, 4, 3, 2, 1. Voy la'nata, nima qilib qo'yding? Kislorodi buzilganmidi? Bularni o'lib qolishini qayerdan bilding? Sen aqldan ozgansan, 10 yuan uchun savdolashib bo'lmaydi. Meni g'aroyib qobiliyatim biologik hodisalarni ko'ra olish. Mana bular mutlaqo yangi. Hozir kelgan, tatib ko'rasizmi? Xinyu, barbekyu tayyorlamoqchimisiz? U juda chiroyli qiz, lekin menga gapirmaydi-da. U barbekyu tayyorlamoqchi emas, o'z joniga qasd qilmoqchi.